akalar, mana hozir elektrichkam o'chib qoldi. Hozir 4-3 kilometrdan men bu ketyapman. Hozir yo'lda kim yordam berar ekan? O'shani ko'ramiz. Bu haqiqatdan xafa emasman, xursandman. Chunki deganda bu ham bir sinov. Nasib bo'lsa yengib o'tamiz. Ko'ramiz odamlarni qanchalik yordam berar ekan hozir. Men bu ko'cha bilan ketaman, video olib ketyapman. Agar yordam bersa, o'shani videosini qo'yib yuboraman. Hozir men bu mostga qarab ketyapman. O'sha mostdan chiqaman hozir. Hozir soat mana 17:14 bo'lyapti. Mana 4 kilometr qoldi. Men bu 5:20 bo'lyapti. Lekin bironta odam to'xtab yordam kerak emasmi deb so'ragani yo'q. Ko'ramiz. Manzilga yetib borgancha yordam berisharmikan? Mana akalar, hozir 5dan 25 daqiqa o'tdi. 297 kilometr qoldi. Lekin oldimdan shuncha motosikl, shuncha elektrichka o'tyapti. Shuncha mashina birontasi to'xtab yordam kerak emasmi degani yo'q. Qani ko'ramiz, yordam berisharmikan manzilga yetib borguncha.